Ijtimoiy tarmoqlarda Namangan viloyatida fuqaroning profilaktika inspektorini haqorat qilgani aks etgan video keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Tasvirlarda fuqaro va profilaktika inspektori o'rtasidagi muloqot jarayoni aks etgan bo'lib, unda haqoratli hamda odob-axloq me'yorlariga zid so'zlar ishlatilgani kuzatiladi. Diqqat! Videoda ayrim tomoshabinlar uchun noqulay bo'lishi mumkin bo'lgan haqoratli va so'kinish mazmunidagi so'zlar mavjud. Holat yuzasidan mas'ul idoralar tomonidan tegishli tartibda o'rganish ishlari olib borilmoqda. Viloyatda ishlarga emishini inangizganman. Viloyatda ishlarga inangizganman. O'skorida ishlayotgan dadangni o'ziga iskanman. Shuningmi? Seni ushishga bo'lgan bo'lsang, seni o'zingga iskanman. Shuningmi? Bilib qo'ying. Ertaga onam mo'qchiman oldim. Ha. Sizbasan, shuni ko'rib qo'yasan. Iskanmasan, kim gapirib qo'yasan. Shuningmi? Ha? Onamni qo'yaver. Shuningmi? Seni agar viloyatda ishlayotgan enangni iskanman, skorida ishlayotgan dadangni iskanman. Doktor qayerda? Seni o'zing doktor bo'lasan? Bayraqdamiz. Yozinglar, familiyasini nima? Qodirov. Qodirov biliyormi? Kim? Qodirov biliyor. Qodirov biliyormi? Tanımıyorsan tutak. Ha? Sevmiyorsan. O'chsan nima? Bu diyorsan? Bu deysan va tutak. O'chsan nima deysan? O'chsan nima deb turganing? O tutak. O'rman kerak? Ochsin nima aka? Sen yaxshilik bilib qo'ying. Xo'p, biz senga nima dedim? Ochsizmi? Shuni deb gapiring. Xo'p, tushundingmi? Xo'p, turib gapir. Turib gapir. Turib gapirsang ki gapiraman. Tushundingmi? Shartmas yozuv. Dinna qo'y. Dinna qo'y bo'lmasam. Tushundingmi senga? Sen ishonmading. Sen bilmasang bilmading. Men senga aytdim. Dinna qo'yib ketdim. Sen bilmasang bilib boq. O dadangni tugur bo'lsam. Hurmatli bo'lsin. Tani. Spiyatni qayda? Bundoq.